Hozir onam bo'lganlarda zo'r ovqatlar pishirib bergan bo'lardilar. Ha, shularni joylashtirib olaylik. Kafega chiqamiz. Meni ham oyim bo'lganlarida yaxshi ko'rgan ovqatlarimni pishirib berardilar. Darrov oyijoningiz sog'inib qolasiz, a? Onam meni har doim qalbimdalar. O'zi bilasan, odamlar bekorga aytishmaydi. Har bolada onaning bir kichkinagina hujayrasi bo'ladi. Xuddi shunaqa onada ham bolani hujayrasi bo'ladi. Yo'q-e. Shuning uchun ona bola bir-biriga bog'liq bo'ladi. Nozik. O'shaning uchun onamni har doim sog'inar ekanman-da. Agar pul tejash kerak bo'lsa, Xo'sh, bir kun meni oyimni uyida, bir kun siz oyingiznikida ovqatlanib kelamiz. Qalay, zo'rmi? Dono ekanman-mi? dangasasan, qanaqa dono. Shunaqa ham fikr bo'ladimi? Tan olaman, ikkalasi hamman.